Kung Fu Panda olami turli xil personajlar bilan to'la. Kung Fu'ni bilmaydigan Janob Pingdan tortib General Kaygacha. Ko'pchilik ushbu franshizadagi eng kuchli personajlar Panda Po va Ugvey deb o'ylaydi, lekin shunday personaj borki, o'z vaqtida yosh Ugveyni yenggan va Pandani o'ldira olgan. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Ushbu personajning ismi Kepa. Qanday qilib Kepa Po'ni o'ldirdi va uni kim to'xtatib qoldi? Ushbu savolga videoni oxirigacha ko'rib javob topasiz. Tinchlik vodiysi ayni paytda o'z nomi bilan anchagina tinch, lekin bu yer har doim ham tinch bo'lmagan. Oldinlari u yerda iblislar hukmronlik qilishgan. Kim u yerga tushib qolsa, taqdiri ayanchli yakun topardi va nihoyat kun kelib, kimdir iblislarni bellashuvga chaqirdi. Bu esa yosh Ugvey edi. Undagi kuchli Si kuchi ularni yengishga va yer ostiga uzoq yillarga qamashga imkon berdi. Lekin iblislar orasidan eng kattasi, eng xavflisi va eng aqllisi qolib ketdi. Uning ismi esa Kepa. Kepa holdan to'ygan Ugveyga hujum qildi va uni o'ldirishga tayyor edi. Lekin o'sha tepalikda o'sadigan shaftoli daraxti uni qutqarib qoldi. Uning sehri Kepaning barcha kuchini tortib oldi va cho'chqa shakliga kiritib qo'ydi. Lekin Kepa taslim bo'lmadi. U yillar davomida sehrli daraxtning qurishini kutardi. Oradan 1000 yil o'tdi. Iblislar qamoqxonasi o'rnini nefrit qasri egalladi. Ugvey ustoz maqomini olib afsonaga aylandi va bu olamni tark etdi. Tinchlik vodiysining yangi xaloskori esa Panda bo'ldi. Hamma Kepa haqida unutdi. Lekin shaftoli daraxti qurib, umri bitayotgani Shifuning xavf haqida sezishiga olib keldi. Bu vaqt ichida noma'lum bir cho'chqa qaroqchilarga iblislar haqida gapirib berardi. Ular esa uni ustidan kulib do'pposlay boshladi. Shu payt unda g'ayrioddiy kuch paydo bo'lib, qaroqchilarni tinchitib qo'ydi. Bu cho'chqa o'sha Kepaning o'zi bo'lib chiqadi. Nefrit qasrining oldiga borgan Kepani Po mensimaydi va u Poni osonlik bilan yengadi va o'sha tepalikka chiqib Shifuni ham tinchitmoqchi bo'ladi, lekin yordamga Panda yetib keladi va Kepa unga zarba berishga qo'yib beradi. Buning natijasida shaftoli daraxtining oxirgi bargi to'kiladi va Kepa o'zining oldingi bahaybat ko'rinishiga qaytadi. U nefrit qasrini bittada yo'q qilib, o'z do'stlarini qamoqdan ochmoqchi bo'ladi, lekin bu unchalik ham oson ish emas. Buning uchun Si kuchi kerak edi. Kepa vaqtni ketkazmasdan qahramonlarga agar ular bu eshikni ochmasalar, tinchlik vodiysidagi barchani yeb qo'yaman deb aytadi. Shifu esa barcha Si kuchi menda deya ajdarni aldamoqchi bo'ladi. Kepa undagi Si kuchini tortib olaman deganda beshlik yordamga keladi, lekin Kepa ular va ajdar jangchisini bittada sochib tashlaydi. Barcha Si Po'da ekanligini bilgan Kepa undagi kuchni tortib oladi va o'z do'stlarini ozod qiladi. Tanasidagi barcha Si kuchidan ayrilgan Po esa halok bo'ladi. G'aroyib beshlik va Shifu mag'lubiyatni qabul qilishga tayyor edi, lekin mo'jizaviy tarzda shaftoli daraxtining kichkina niholi o'sib chiqadi va bu nihol Po'ga Kepa bilan urusha oladigan miqdorda kuch beradi. Shu tariqa Panda Kepa bilan urushadi va uni jangda yengadi. Endi esa Kepaning qobiliyatlariga biroz to'xtalib o'tsak. U ulkan ajdar shaklidagi iblis. Ushbu ulkan bo'yi unga anchagina ustunliklarni beradi. Ucha olish va energiya otish qobiliyati ham bor. Bu qobiliyati bilan u nefrit qasrini bittada yo'q qilganligini ko'rdik. Uning asosiy qobiliyati esa telekinis. U orqali Kepa raqiblarini shunchaki yanchib tashlaydi. Ularni qo'g'irchoq qilib o'ynatadi. Shunday qilib Kepa o'z vaqtida Ugveyni, keyin esa ajdar jangchisini yenggan yagona antagonist bo'lib turibdi. Uning yengilishi esa syujet sababli bo'ldi. Bir qarashda buning hech qanday imkoni yo'qdek, lekin oxirgi soniyalarda qayerdandir daraxt o'sib chiqadi va qahramonga Kepa bilan jang qila oladigan darajada kuch beradi va u ajdarni bu yordamida yengadi. Bu esa menga eng yoqmagan joyi. Lekin multserial asosan yosh bolalar uchun ishlanganligini inobatga olsak, yaxshilik g'alaba qozonishi kerak albatta. Lekin agar Kepa yutganida qanday voqealar bo'lishini allaqachon tasavvur qilyapman. Bizda esa hozircha shular. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosing, keyingi video nima haqida bo'lishini esa kommentariyada yozib qoldiring. Hozircha esa xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.